Dadingiz yaxshilami? Yaxshi, rahmat. Shirin, bundan keyin nimadir bo'ladigan bo'lsa, darrov uyingizga ketib qolmang. Dadingiz oldilarida xijolat bo'lib qoldim. Kecha bizni deb toblari qochdi. Nimadir bo'lsa, Nima bo'lsa ham, janjalmi, boshqami? urib o'ldirib qo'ysam ham shu yerda qoling demoqchimisiz? Qo'ysangizchi. Men sizni nimaga o'ldiraman? Shunchaki o'sha payt Men bu haqida gaplashishni istamayman. men ham Yaxshi. Unda hammasini unutdik deb hisoblavering. Lekin faqat Bekzod bo'yiga qaytib yaqinlashmasin. Lekin bu vazifa sizniki.